Korxonamiz 2024-yilda tashkil topgan bo'lib, hozirgi paytda O'zbekiston va qo'shni respublikalarga 18 turdan ortiq yuqori bosimga chidamli metan ballonlar ishlab chiqarib, yetkazib bermoqda. Korxonamizda 100 dan ortiq xodimlar hozirgi paytda ishlab kelyapti. Korxonamiz ichki va tashqi bozor uchun yiliga 150 mingta mahsulot ishlab chiqarib bermoqda. Korxonamizdagi asosiy ishlab chiqarish yo'nalishi bu yuqori bosimga chidamli metan ballonlar hisoblanadi. Ballonlarimiz xalqaro standartlarga javob beradi. Ishlab chiqargan har bitta ballonimizni nazoratdan o'tkaziladi. Korxonamiz xudo xolasa kelajakda eksportni to'liq yo'lga qo'yishda mo'ljallaganmiz. Ishchilar sonini ham 200 taga yetkazib, yillik ishlab chiqarish hajmini 200 mingtadan oshirmoqchimiz.